Bu jahon chempionatidagi eng zukko erkin zarba strategiyalaridan biri. Suarez erkin zarbaga tayyor. Rossiya esa devor qismini tashkil qilyapti. 5 nafar himoyachi Suarez ularga to'pni uzatadi deb ikki hujumchini qo'riqlaydi. Lekin bu o'yinchiga qarang, u butunlay bo'sh va darvozaga urish uchun eng yaxshi burchakda turibdi. Suarez erkin zarbaga yugurib kelganda kutilmagan voqea sodir bo'ladi. Bu o'yinchi 2 nafar himoyachini o'z joyidan chiqarib ketadi. Ular Suarez to'pni sakrab turgan devor ostidan o'tkazib yuboradi deb o'ylashadi. Lekin aynan shu orqali katta bir bo'shliq hosil bo'ladi. Hozir esa Suarez darvozani bemalol ko'rib turibdi. Himoyachilar vaziyatni noto'g'ri baholashdi va Suarez bu xatodan sovuq qon bilan foydalanib zo'r gol urdi. Nega Holland Norvegiya terma jamoasida